Yaxshimisilar do'stlar, yaxshi tudinglarmi? Bugun sizlar bilan qaytadan yuz ko'rishdik. Bugungi bizniki Atalar bayrami 6-19. Birinchidan Atalar bayrami muborak bo'lsin. Barliq atalarimizniki tenidan salomat, ishlariniki o'ngishli bo'lsin deb qalbimda umid qilaman. Hamda bugungi hikoyamiz bu yandan bari shu atalar bilan munosabatli bo'ladi. Og'ir anglab bir so'ngdan umid qilaman. Burungi bir zamanda shu bir dada bo'lganda, bu dadaninki ikki o'g'li, bir qizi bo'lga ona allburun olamda o'tgan. Bu dadaning yesh cho'ngaygan, yesh cho'ngib o'zi mang'amaydigan shu yetiq qilib qoldigan hali kelgan vaqtida bir ma'lum bir bolalarning orasiga birsiniki beqishiga muhtoj bo'lgan bir vaqt kelib qopti. Shu vaqtida bolalarning orasida bir ixtilof bo'ldi ekan. Men baxmayman yoki sen baqsa bu deydigan bir ishlarni yuz berdi ekan. Andan keyin cho'ng o'g'il deydi ekan, men baxmayman deydi ekan. Chunki mening ayolimning o'zlari eski, o'zinglar bilasizlar. Balam mening uyimda tursa, mening turmushim baxtli bo'lolmayman. Huzur yo'qolib ketib qoladi deydi ekan. Shundan bilan qizi deydi ekan, men baqsam bo'ladi deydi ekan. Men baqsam bo'ladi, lekin dadamning qolgan meros mal dunyolarni mening bo'lishi kerak. Chunki u qachon o'ladi men bilmayman. O'zgacha baqsam bo'ladi, lekin mal dunyo mening bo'ladi deydi. Bu cho'ng o'g'li bilan qizi ishta qilib ixtilof so'qishayotgan vaqtida kichik o'g'li keladi ekan. Kichik o'g'li kelib deydi ekan, uning o'zgacha turmushi bor ekan. U deydi ekanki, men baqay deydi ekan. Men baqay. Oxirida men baqsam bo'ladi, lekin mening bir shartim bor. Bu shartim qo'shilsanglar men baqaman. Nima shart desa, dadam jon o'zgacha men baqaman, lekin men baqqanimning bu yuziga men miras hech qanday miras olmayman. Bir tangilik mirasini men olmayman. Ma'qul desanglar men baqaman. O mo'xo'sha qilgan aytishlar aksa bu chaqda mirasni o'zimiz kelishib olamiz. Dadamni akatdi ekan, dadasini akatdi ekan, bu bola akitib sherimjil o'z baqadi ekan. Astoydil ko'ngil qo'yib baqadi ekan. Hamda dadasining kuni to'shib sherimjilniki jon uzdi ekan. Jon uzib, dadasi jon uzib bir yillar o'tgandan keyin bu bolaning o'zining turmushi unchalik yaxshi emas ekan. Kambag'allar ekanda, o'zining ikki bolasi bor ekan, ayoli bor ekan. Turmushi aran ketib qolgan bir bo'lganda bu. Shundan bu dadasi suyab ketib bir yil o'tgandan keyin texmi namratlik besibdi bularni. Hattoki bolalarning qo'sqig'imi bir narsani nayt qiyin to'yg'izdigan işte alib kelib qoldi. Buning bilan bir kuni bu bolaning tushiga dadasi kirdi ekan. Kirib deydi ekanki, bolam deydi ekan, bizning shu bir quloqlar tava bir bog' bor ekan. Beg'inga kirib, o'yinning keyingi bog'ga ma'lum bir daraxtni deb berib, ash daraxtning ostiga ko'milgan 100 tanga bor. 100 tanga bor. O tangini cho'ng akamga bergan. Degandan keyin shuna bilan ashta tushib kirdi ekan. Chiqib hayron bo'lib, rast degandek bog'ga kirib, ashuni qo'lab qarasa, ichida 100 tanga bor. Endi 100 tangini dadasidan tushdi degan bu cho'ng akamga bergan degan. Aslida uni bermasa bo'ladi, chunki u tushib kirgan narsa o'zi hashli bo'lsa hech kim bilmaydi-da uni. To'xtab dadamning shu cho'ng akamga bergan degan cho'qim bir sababi bor deb dadaga bo'lgan hurmati, dadaning gap so'ziga bo'lgan bo'ysunishchanligi nayt kuchli ekanda bu bolaninki. 100 tangani rast deganda akisining uyiga olib berdi ekan. Akisi qo'shal olib ekan, elib bu mezgillarda 100 tangaga bir tap
kala keletganda akisi bir kala edip uyga kirib oldi ekan. Yana aradan bir oy o'tgandan keyin o odam buvay balasidan tushiga yana bir qitim kirdi ekan. Bu qitim o'ylarning keyindik bog'idagi boshqa bir daraxtning ismida shuning ostida 50 tanga bor. Bu tangani hadanga olib berdi. Rastganda qarshi 50 tanga chiqdi ekan. Uni mashtada dadamning cho'qim bir o'ylig'ini bor deb bu tangani elib hadisiga olib berdi. Haqiqat bergandan keyin hadisi o 50 tal tangaga aşı mezgillarga qo'zidan birini elib beqishib o'tdi. Anandan keyin Ağırlıktan yana bir ay o'tib bu balaninki hamda oilasi nayt namratlashib tamoq yegalanmagidek olib kelib qolganda bir kun ichida. Dadasi yana tushiga kirdi ekanda o'ylaning keyindagi bog'ninki yana ma'lum bir daraxtning ostida bir tanga bor edi. O tanga seni. Ona bala qarab haqiqatan bir tanga bor ekan. Mayl deydi ki, ben razı dadammanmış bir tengenin bulsun o'rnini deb berib, sening dedimi? Demek bunu onu çoğun bir dadamla o'ylag'ini bor. Deydi ki, deb razı bo'ldi ki shu bir tengiga bir tengeni ko'tarib bozorga bordik. Balalarimga nima yegidek, nima ola olayman deb basa, bu mezgillarda bir tengiga hech nima kelmaygan. Hech nima kelmaydi bir beliqchi bor ekan, beliq dengizdan beliq tutib kelib sotadigan. Onun beliqlarimi hamda 5 tanga, 10 tanga ekanda birsi. Bir tangani tanlab turib, bir tangaga beliq bormi? Desa, hamma beliqlarni setib olib, bir kichik bir beliq ham qolib ketganda, hamda hech qanday xaridorning ko'ziga yoqmagan bu. Agar pullanmış beliqni akatdim, shu beliqni berdik. Bu beliqni mayli kichiklik bo'lsin, mayli qo'ziq to'ymaysligini o'ylashmay, bo'pti, mushuni o'zim olib balalarımga yegiz aytib, shu beliqni ko'tarib uyga olib kirib, beliqni o'ttirdim ikki boshqa vaqtida beliqning qaltiriqlarining ma'lum bir arasida ikki tal mermer bor, oq. Ashtar mermer chiqib qoldi ekanda, chiqqandan keyin pag'arab turadigan chiroyli mermer kabi, buning birsini ayoliga sovuq qilib, yana birsini aytsi bozorga chiqib sotar edi. Deb bozorga chiqdi. Bozorga chiqib mashta zinnat aladigan, işte altın, kömüş, almas, güher aladigan bir şu zamanlar bir ticaretçiler var ki, aslında aldık apasa, bunun nait köp, birer ming tengige ular setib oldi ekanda, bu bek sortliq ekan, bu noch ekan. Ajdan satadi ekan, birer ming tengini qo'liga oldi ekan, xo'sh bo'ldi ekan, uyga ushab-suyak balalarga yeydigan go'sht bu bilan ib qaytdi ekan. Qaytib nait bular xo'jal qo'ram oziq qildi ekan. Tamoq yeydi ekan. Atiganda shu davrning podshoh lashkarlarini boshlab bularning uyiga besib kirdi ekan. Kirgandan keyin nima bo'ldi olganlar degandan keyin bu marvoyatni sen sotdingmi dedi ekan. Haqiqatan men sotdim. Tundigan sotgan desa. Bu marvoyat nayt oz ko'rilgan marvoyat dedi. Buning bahsi bak qimmat bo'lib turibdi dedi. Unda 1 milyon tangagami og'il bo'lmaydi bu marvoyatni dedi. Lekin bu marvoyat hech qachon bir tal bo'lmaydi. Bu 2 tal bo'ladi. Agar ikkisi birga kelsa, uningdan ortiq pulga yaraydi. Bu yana birisi qiynaydi. Yani yana birisini ayolimni so'q qilgan degandan keyin yana birisini elib podshoh ikki marvoyatni qo'lga tutib turib, mendan so'ra. Nima so'rasang men beraman. Qanchalik pul so'rasang beraman. Bu bir hikoya qo'y hamda ve buningdan hamda bu bola so'ragan bo'lishi mumkin. Nurg'un pul so'ragan bo'lishi mumkin. Podshoh berdi-da uning. Endi buningdan biz nimani tushunamiz deganda, bizning hozirgi jamiyatimizda ma bala nima dedi? Dadamni men boqay. Buning yuziga hech nimasini olmayman dedi. Hozirgi bizning jamiyatimizda dadamni men boqsam mal-mulk meniki deydi bu hozirgi jamiyat. Dadamni men boqsam mol dunyo meniki. Ya bu bir yil o'shiq boqqan aka ya uka ya edi marasal oilaga vaqtida
men anda baqqan, mening bo'lish kerak, men anda qilgan, mening bo'lish kerak. Texe hechimiz qolmaydigan dadlarni baqadigan odam yo'q-ku hozir. To'g'rimi xatami? Shuning uchun bu hikoyani biladiganimiz mushu baldek bo'lishimiz kerak-da. Bizmi qeriymiz, ertagun bizmi balalarimizni qo'lib qolamiz. Biz dadimizni qerib, hozir qerib qolgan dadlarimizga qanday muomala qilsak, bizning balalarimiz o'xshash bo'lib shunday muomala qilish. Bor gapda u. Bu hikoyadan chiqadigan xulos birinchidan dadaga yaxshi muomala qilgan odam, qerib qolgan vaqtida dadini qadrli odam, dadadan keyin qolgan vaqtda hargiz xorlanmaydi. Ikkinchidan, dadalarimizning gapini anglashimiz kerak. Bala mana bu hikoyadagi bala dadasining gapini anglagan, tushudiki gapini anglagan-ku mana. Akamga apir berdi, andanga apir berdi. Bir tanga nima sening deganda yana dadada ranjimay, mushundan bir gap bor-da. Dadasining gapiga bo'ysungan oqibatni qanday bo'ldi yana? U akisidan ajisidan ular 100 yil erishmaydigan mol dunyoga erishdi-da. Bu deganlik hamda dadlarga yaxshi muomala qilsak, biyib ketamiz deganlik emas. Mayli biyib ketmasak nima bo'pti-da. Shuning uchun dadlarimizning gapini hamda dadlarimizga bo'lgan muomalani yaxshilasak, o'zimizga foydaliq deb bu hikoyani bugun sizlarga sundim. Hamda bugun dadlar bayrami bo'lib qoldi. Barliq dadlarimizni tinin salomat qilsin. Bizning hammamizning dadimizda orimizson. Chunki bu dada degan bir dunyo. Dadamiz hayotli bo'ldiki, bizni har qanday g'am besib olmaydi-ku zodi. Har qanday bir g'am besib olsa, bu g'amni berib dadamiz shunday dada, manda ish terib qo'ydim. Gapimiz manda bo'ldi dedi. Desak, dadimiz shu g'amimizni fuqqan zamatla bo'ldi biz xotirjam bo'lib ketamiz. Chunki achadan o'ngshaydi-ku buni. Shunga shu dunyodagi har qanday g'amimizni bilgan zamat bu g'am zidon dadamizning g'ami kutib qoladi-da, biz xotirjam yursak bo'ladi-da. Shunga do'stlarimizmi ma'lum bir ishni terib qo'ygan vaqtimizda dadam uxtimi deydi. Chunki nima ish u gapni so'raydi desa, shu dadam uxtimi deganga dadam uqqan bo'lsa xotirjam yurayli do'stim. Dadam uxmagan bo'lsa deyli. Chunki dada uxsa bu g'am shu zaman tugaydi. Chunki o g'amni dada o'z ustiga oldi. Balam menda qilib qo'yapti, men o'ngshimsam bo'lmaydi deydi-ku, hamma ota-onalar shu. Shuning uchun dadlarimizning teni uzun bo'lsin. Teni salomat bo'lsin, umri uzun bo'lsin. Dadlar bayrami qaytadan bir muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga.